Suvlari tiniq chiqadigan ishonchli tuzlama retsepti bilan bo'lishaman. Butilkalarni yaxshilab yuvib, sterillab olamiz. Chesnok, lavrbargi, bolgarskiy solamiz. Karam bo'lagi, ozroq rayhon ham soldim. Qurigan ukrop cho'pi, murch va 2 qoshiq tuz solamiz. Endi pomidorlarni to'ldirib solib chiqamiz. Xohishga ko'ra bir donadan qalampir solib qo'ysangiz, tuzlamani suvi birozgina achchiq bo'ladi. Endi butilkalarni sovuq suv bilan to'ldirib chiqamiz va katta qozonga terib, qozonga ham sovuq suv quyamiz va olovni yoqamiz. Suv qaynab chiqqanidan keyin yarim soat qaynasa tuzlamamiz tayyor bo'ladi. Tuzlama uzoq turishini yana bir sababi, har bir butilkaga bittadan kislota, ya'ni aspirin solib berkitamiz. Aspirin butilkamiz otib yubormasligi uchun va jig'ildon qaynatmasligi uchun yordam beradi. Butilkalarni 1-2 kun ko'rpachaga o'rab qo'ysangiz yana ham yaxshi. Xuddi shu uslubda albatta tayyorlab ko'ring. Yoqimli ishtaha!